Inson organizmi uchun eng kerakli moddalardan biri oqsildir. Agar bilsangiz, yuqori sifatli oqsillarning ko'p miqdori dukkakli o'simliklarda bo'ladi. Aytaylik, 100 gram oloviyada 20-25 gram oqsil mavjud. Shu bois u ko'proq vegetarianlar va sportchilar uchun tavsiya etiladi. Chunki dukkakliklarni muntazam iste'mol qilish mushaklarni mustahkamlashga imkon beradi. Shuningdek, ular tarkibida mo'l bo'lgan ozuqa tolasi va antioksidantlar yomon xolesterin darajasini pasaytirib, qon bosimini me'yorlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida yurak xastaliklari xavfi 22% ga kamaytiradi. Dukkakliklardagi ozuqa tolalari va karbohidratlar qondagi qandning darajasini barqaror saqlab, glyukoza hajmini bir maromda ushlab turadi. Masalan, 100 gram mosh qonda insulinga sezgirlikni 15% ga oshirishga erishadi. Tolalar qo'shimcha ravishda hazm tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir etib, ichaklar sog'lomligini ta'minlaydi. Misol uchun, bir piyola pishirilgan no'xatda kundalik ozuqa tolalariga bo'lgan ehtiyojning 50% mujassam. Dukkakliklar tarkibidagi temir, magniy, kalsiy va B guruhidagi vitaminlar qon hujayralarining shakllanishi va energiya ishlab chiqarish uchun zarur. Dukkakliklar bor joyda tanaga tayin foyda. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 9,6 million kishi onkologik kasalliklardan vafot etadi. Erta aniqlangan saraton holatlarining 90% da davolash samaradorligi 3-4 baravarga baland bo'lib, davolash xarajatlari 50% gacha qisqartiradi. Shu bois onkoskrining aholining barcha qatlamlari uchun tavsiya etiladi. Ammo yoshi 40 dan yuqori bo'lganlar, oilasida saraton kasalligi qayd etilganlar, chekuvchilar yoki nosfurushlar, ortiqcha vaznga ega insonlar uchun bunday tashxis ayniqsa muhim. Buning uchun esa o'z vaqtida profilaktik ko'riklardan o'tib turish va skrining tekshirishlarda faol qatnashish juda muhim. Shu bois har bir inson yilda bir marta ultratovush va ko'krak qafasi rentgen tekshiruvidan, ayollar qo'shimcha ginekolog ko'rigidan o'tib tursalar, aksariyat saraton kasalliklarini erta bosqichlarda aniqlash imkoni tug'iladi. Shuningdek, bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash bo'yicha yurtimizda o'tkazilayotgan 35-55 yoshdagi ayollarda kolposkopiya usulida tekshirishlardan har 3 yilda, 35 va 45 yoshdagi ayollar esa odam papilloma virusi testini aniqlash usulida tekshiruvdan har 10 yilda o'tishlari lozim. Va nihoyat, ko'krak bezi saratonini erta bosqichlarda aniqlash maqsadida reja asosida o'tkaziladigan mamma skriningdan 45-65 yoshdagi ayollar 2 yilda bir marotaba o'tishlari darkor. Saratonning tashxisi onkoskriningning ishi.